20 sentyabrdan boshlab pensionerlar tekshiriladi degan xabarni eshitgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Chunki bu masala faqat bitta odamga emas, pensiya olayotgan har bir ota-onamizga, bu bobolarimizga, ularning farzandlariga va yaqinlariga ham tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar bemalol bo'lishi mumkin, tekshiruv nimani anglatadi, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiya to'xtab qolmasligi uchun hozirdanoq nimalarni qilish kerak. Avvalo kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib bormasa, odamlar keyin ovora bo'lib yuradi. Ayniqsa pensioner tanishlaringiz, ota-onangiz, qo'shnilaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham yuboring. Men bu mavzuni vahima qilish uchun emas, aksincha odamlar tayyor bo'lishi, noto'g'ri gaplarga aldanmasligi va o'z haqini bilishi uchun tushuntiryapman. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyani bir marta rasmiylashtirib olgach, keyin yillar davomida faqat pulini olib yuraverardi. Albatta, ayrim hollarda pensiya jamg'armasi, mahalla, bank yoki boshqa tashkilotlar orqali ma'lumotlar tekshirilgan. Lekin oddiy odam buni ko'pincha sezmagan. Masalan, pensioner yashash joyini o'zgartirsa, bank kartasi yangilansa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola ma'lum yoshga yetsa, shunday holatlarda hujjatlar qayta ko'rilgan. Endi esa odamlar orasida 20 sentyabrdan keyin barcha pensionerlar tekshiriladi degan gap tarqalmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Bu kabi jarayonlar odatda pensiya oluvchilarning ma'lumotlarini aniqlashtirish, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olish, haqiqatan pensiya olish huquqi saqlanib qolganini tasdiqlash uchun amalga oshiriladi. Bu har doim ham pensiyani olib qo'yishadi degani emas. Tekshiruv degani birinchi navbatda ma'lumotlar solishtiriladi, hujjatlar ko'riladi. Agar kamchilik bo'lsa, tuzatish so'raladi. Masalan, davlat organlarida fuqaroning pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank hisob raqami, ish staji, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'lim holati, chet elga doimiy chiqib ketmaganligi kabi ma'lumotlar bo'ladi. Agar shu ma'lumotlarda nomuvofiqlik chiqsa, pensionerdan aniqlik kiritish so'ralishi mumkin. Oddiy qilib aytsam, tizimda bir joyda eski pasport raqami, boshqa joyda yangi ID karta ma'lumoti turgan bo'lsa yoki pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan bo'lsa-yu, pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan bo'lsa, tekshiruv paytida shu narsa ko'rinadi. Ilgari bunday kamchiliklar ko'p vaqt sezilmay yurishi mumkin edi. Endi esa elektron bazalar ko'proq bog'lanayotgani sababli ma'lumotlar tezroq solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan ham muhim. Pensiya tayinlashdagi xatolar kamayadi. Odamlar hujjat ortidan kamroq yuguradi. Ortiqcha to'lov yoki asossiz ushlab qolishlarining oldi olinadi. Lekin ikkinchi tomondan, agar fuqaroning hujjatlarida chalkashlik bo'lsa, u vaqtida bo'lmasa, telefoniga kelgan xabarni e'tiborsiz qoldirsa yoki chaqiruvni tushunmasa, pensiya to'lovi vaqtincha kechikishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Hamma pensionerlar qo'rqib, ertadan idoralarga yugurishi shart emas. Agar siz pensiyani qonuniy olgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyozli pensiya bo'yicha muddati tugamagan bo'lsa, odatda jiddiy xavotirga asos yo'q. Lekin shunga qaramay, o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar. Masalan, bir opa 2022 yilda eski pasport bilan pensiya rasmiylashtirgan, 2024 yilda ID karta olgan, lekin pensiya bo'limiga bu haqda ma'lumot bermagan. Elektron tizimda yangilanish bo'lishi mumkin, lekin har doim ham avtomatik tarzda hamma joyda bir xil aks etadi deb o'ylamaslik kerak. Shuning uchun bunday pensioner o'zining yangi hujjati bilan borib, ma'lumotlar to'g'ri turganini tekshirtirsa, keyingi muammolarning oldini oladi. Ikkinchi guruh yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, bir amaki oldin Andijon tumanida yashagan, keyin farzandlari bilan Toshkent shahriga ko'chib kelgan. Pensiya hali ham eski hudud orqali yuritilayotgan bo'lishi mumkin. Agar u vaqtincha ro'yxatda bo'lsa, doimiy ro'yxatda bo'lmasa yoki bank orqali pul olayotgan bo'lsa, ko'pincha muammo sezilmaydi. Lekin tekshiruv paytida fuqaro qayerda yashaydi, qaysi hudud orqali pensiya olish kerak degan savol chiqishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas, faqat hisob yuritish to'g'rilanadi.
Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda muhim nozik jihat bor. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasining muddati tugagan bo'lsa, fuqaro qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Masalan, bir kishi ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Xulosa muddati 2 sentyabrda tugagan. Lekin u pensiyam kelaveradi deb o'tiribdi. Tekshiruvda shu muddat ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keyin u hujjat yig'ib, qayta ko'rikdan o'tib tasdiqlatsa, to'lov tiklanadi. Lekin 1-2 oy kechikish odamning o'ziga qiyinchilik tug'diradi. 4-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu ayniqsa bolalar, o'quvchilar, talabalar bilan bog'liq. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin hali kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, odatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, tizim bola voyaga yetdi. Huquq davom etyaptimi yoki yo'qmi deb tekshiradi. Shuning uchun bunday oilalar o'quv yili boshida o'qish joyidan kerakli ma'lumotnomalarni tayyorlab qo'yishi zarur. 5-guruh. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar yoki ularning nomidan boshqa odam pensiya olayotgan holatlar. Men bu yerda juda ochiq aytaman. Agar pensioner tirik, pensiya olish huquqiga ega va qonuniy tartibda vakil orqali pul olayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, pensioner qayerda ekanligi bo'yicha ma'lumot aniqlanmasa yoki ayrim holatlarda pensioner vafot etgan bo'lsa-yu, yaqinlari buni yashirib pul olishda davom etsa, bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bunday holatda nafaqat ortiqcha olingan pul qaytariladi. Balki javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Keling, oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Masalan, bir pensioner oyga 50 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati tugagan, lekin u kartani yangilamagan. Pul hisobga tushishi mumkin, ammo naqdlashtirishda muammo bo'ladi. Pensioner esa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida masala pensiya bo'limida emas, bank kartasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv deyilgan paytda faqat pensiya jamg'armasini emas, bank ma'lumotlarini ham ko'rish kerak. Yana bir misol, bir buvi oyiga 9,5 ming so'm pensiya oladi. U qizining uyida yashayapti. Lekin doimiy ro'yxati boshqa tumanda. Telefon raqami ham o'g'lining nomida, o'g'li esa boshqa viloyatda. Agar pensiya bo'yicha xabar SMS orqali yuborilsa, bu undan bexabar qolishi mumkin. Keyin hujjat topshirish muddati o'tib ketadi. Bu holatda aybni faqat idoradan qidirish to'g'ri emas. Pensionerning o'zi yoki yaqinlari aloqa raqamini, yashash manzilini, bank ma'lumotlarini yangilab qo'yishi kerak. 3-misol. Bir amaki yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda ishlaydi. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasini olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Men buni aniq tushuntiraman. Hamma holatda bunday emas. Yoshga doir pensiya olayotgan fuqaroning ishlashi ko'p hollarda pensiyani butunlay bekor qilmaydi. Lekin ayrim imtiyozli to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida tartibdagi to'lovlar bo'yicha ish holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir ishlamayapman degan asosda qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, aslida rasmiy ishlayotgan bo'lsa, tekshiruvda bu chiqadi. Shunda ortiqcha to'langan mablag' qayta hisoblanishi mumkin. 4-misol, bir ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzandi 18 yoshga to'ladi va kollej yoki universitetga kunduzgi shaklda o'qishga kiradi. Agar u o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida topshirsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar topshirmasa, tizim faqat yoshni ko'radi va huquq tugagan bo'lishi mumkin deb belgilaydi. Keyin ona yugurib hujjat to'playdi, to'lov tiklanadi, lekin vaqt ketadi. Shu sababli men har doim aytaman. Huquqingiz borligini bilishning o'zi yetmaydi. Uni tasdiqlovchi hujjat ham joyida bo'lishi kerak. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy olsangiz, barcha hujjatlar o'z nomingizda bo'lsa, ID karta yoki pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz aniq bo'lsa, sizdan hech kim ortiqcha pul talab qilmagan bo'lsa, demak siz oddiy tekshiruvdan qo'rqishingiz shart emas. Tekshiruv ko'pincha huquqni bekor qilish uchun emas, tizimdagi ma'lumotni tozalash uchun bo'ladi. Lekin men umuman e'tibor bermang demayman, chunki amaliyotda eng ko'p muammo mayda ko'ringan narsalardan chiqadi. Masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'ladi. Eski pasportda Shukurova
yangi ID kartada shu kurova emas, boshqa transliteratsiya bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir hujjatda 5 may, boshqasida 6 may bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Bu kam uchrasa ham bo'ladi. Shunday xatolar keyin pensiya, bank, meros, subsidiya yoki tibbiy xizmatlarda muammo keltirib chiqaradi. Yana shuni biling. Telefon orqali siz tekshiruvdan o'tyapsiz. Kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, pensiyangizni saqlab qolamiz degan odamlar chiqsa, ularga ishonmang. Pensiya bo'yicha haqiqiy davlat xodimi sizdan bank kartangizning to'liq raqamini, PIN kodini, SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar buni albatta tushuntirish kerak. Tekshiruvlarda hamma holat bir xil baholanmaydi. Masalan, bir pensioner kasalxonada yotgan bo'lishi mumkin. Uni chaqirsa ham bora olmaydi. Bunday paytda yaqinlar idoraga borib, vaziyatni tushuntirishi, tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishi yoki vakillik tartibini aniqlashtirishi kerak. Bora olmadi. Demak, pensiyasi to'xtasin degan oddiy yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Lekin fuqaro yoki yaqinlari aloqaga chiqmasa, idora ham vaziyatni bilmaydi. Yana bir nozik masala, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yoshi katta bo'lgani uchun pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Agar bu bank kartasi orqali bo'lsa, karta kimning qo'lida, pulni kim ishlatyapti? Pensionerning roziligi bormi? Bular oilaviy va huquqiy jihatdan muhim. Agar notarial ishonchnoma orqali bo'lsa, uning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, vakil avvalgidek pul olishga haqli bo'lmasligi mumkin. Bu ham tekshiruvda ko'rinadigan masala. Chet elda bo'lgan pensionerlar bo'yicha ham turli tartiblar bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar vaqtincha davolanishga mehmon bo'lib yoki farzandnikiga ketadi. Ba'zilar esa doimiy yashash uchun chiqib ketadi. Bu ikki holat bir xil emas. Shuning uchun chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar pensiya jamg'armasidan o'z holati bo'yicha aniq tartibni so'rab olishi kerak. Qo'shnim shunday qilgan ekan, men ham shunday qilaman degan yondashuv xavfli. Har bir pensiya turi, har bir hujjat va har bir mamlakat bo'yicha vaziyat farq qilishi mumkin. Nogironlik bo'yicha yana bir muhim jihat. Agar fuqaro sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, u faqat eski guruh bilan yurmasdan qayta ko'rik masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Aksincha, agar muddatli nogironlik bo'yicha guruh berilgan bo'lsa va keyingi ko'rikda holati o'zgargan deb topilsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Bu yerda hissiyot bilan emas, tibbiy hujjatlar bilan ishlash kerak. Shifokor ko'rigiga oid barcha epikrizlar, tashxislar, davolanish varaqalari, analizlar saqlangan bo'lsa, komissiyada aniqroq xulosa beriladi. Yana bir tuzoq, odamlar ko'pincha pensiya bo'limiga borsam, muammo topib pensiyamni kamaytiradi deb o'ylaydi. Men buni to'g'ri deb hisoblamayman. Agar hujjatingizda xato bo'lsa, uni yashirish muammoni hal qilmaydi. Aksincha, keyin xato kattalashadi. Masalan, 5 oy davomida ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin shu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar xato hozir aniqlansa, bitta oy ichida tuzatish osonroq bo'ladi. Shuning uchun aniqlashtirishdan qochmaslik kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana va JSHIR raqami hujjatlarda bir xilmi? Shuni ko'ring. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki hujjatlarni tushunmasa, farzandlari yordam bersin. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlarini bir joyga jamlang. Pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi nusxasi bo'lsa, nogironlik xulosasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari. Bank kartasi ma'lumotlari hammasi tartibli papkada tursin. Ko'pchilik hujjatni sandiqda turli sumkalarda, eski fayllarda saqlaydi. Kerak bo'lganda topolmaydi. Hujjatni tartibga solishning o'zi ko'p muammoni oldini oladi. Uchinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma kimning telefoniga ulangan? Bank ilovasida muammo yo'qmi? Shularni aniqlang. Agar pensioner kartadan foydalana olmasa, ishonchli yaqinlar yordam bersin, lekin SMS kod, PIN kod, karta ma'lumotlari begonalarga berilmasin. Bank xodimi nomidan qo'ng'iroq qilgan odamga ham SMS kod aytilmaydi. Buni alohida yodda tuting. 4-qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar pensioner boshqa uyga ko'chgan bo'lsa,
vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini ko'rib chiqing. Migratsiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotni aniqlashtirish mumkin. Pensiya bo'yicha chaqiruv, xat yoki xabar eski manzilga ketib qolmasligi kerak. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Borib, mening pensiya hujjatlarimda ma'lumotlar to'g'rimi? Tekshiruv bo'yicha mendan qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? deb so'rash mumkin. Agar borish qiyin bo'lsa, ishonchli yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Telefon orqali rasmiy raqamlardan ma'lumot oling yoki davlat xizmatlari orqali mavjud imkoniyatlarni tekshiring. Lekin ma'lumotni faqat rasmiy manbadan oling. Telegramdagi noma'lum kanallar, audio xabarlar, bir tanishim aytdi degan gaplar asosida qaror qilmang. Agar sizga hujjat olib kelish aytilsa nima yozish kerak? Odatda ariza oddiy bo'ladi. Men falonchi. Pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarim o'zgargan bo'lsa, tegishli bazaga kiritishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa va davolanish hujjatlari ilova qilinadi. Agar o'qish bo'yicha bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma ilova qilinadi. Agar vakil orqali murojaat qilinsa, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men yana bir maslahat beraman. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa olib qo'ying. Qaysi kuni qaysi idoraga kimga topshirganingizni yozib qo'ying. Agar ariza qabul qilingan bo'lsa, ro'yxat raqamini so'rang. Bu keyin men topshirgandim degan gapni isbotlashda yordam beradi. Oddiy daftar tutib, sanalarni yozib borish ham katta foyda beradi. Ayniqsa yoshi katta odamlar uchun farzandlari buni nazorat qilsa yaxshi bo'ladi. Agar pensiya vaqtincha kelmay qolsa, darrov vahima qilmang. Avval bankni tekshiring. Pul tushganmi, karta ishlayaptimi, hisob bloklanmaganmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov nega kechikdi? Hujjat kerakmi? Qayta hisob kitob bormi? Agar sabab tushunarli aytilmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. Og'zaki gap esa keyin esdan chiqib ketadi yoki noto'g'ri tushunilishi mumkin. Men bu videoni ko'rayotgan farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularni yolg'iz tashlab qo'ymang. Ko'p pensionerlar telefon xabarini o'qiy olmaydi. Hujjatdagi sanani tushunmaydi, idoraga borishga uyaladi yoki qo'rqadi. Siz oyda bir marta bo'lsa ham ularning kartasi, hujjati, tibbiy ma'lumotnomasi, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri turganini ko'rib qo'ying. Ayniqsa 20 sentyabr atrofida yoki undan keyin qandaydir chaqiruv, SMS, qo'ng'iroq, mahalladan xabar bo'lsa, e'tiborsiz qoldirmang. Lekin har bir xabarning rasmiyligini tekshiring. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtamasligi uchun kartangizdagi kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar kimdir men hujjatingizni tez hal qilib beraman, pul bering desa, bunga ham ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'ladi, hisob raqam bo'ladi, tartib bo'ladi. Qo'lga pul berib keyin aldanganlar juda ko'p demak. 20 sentyabrdan pensionerlar tekshiriladi degan xabarni eshitganingizda birinchi navbatda vahima qilmang. Tekshiruvning asosiy ma'nosi ma'lumotlarni aniqlashtirish, huquq saqlanib qolganini tasdiqlash va noto'g'ri to'lovlarning oldini olish bo'lishi mumkin. Hujjatlar joyida pensiyani qonuniy olayotgan, ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan pensionerlar ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Lekin pasport almashgan, manzili o'zgargan, nogironlik muddati tugayotgan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha bola voyaga yetgan, chet elda yurgan yoki vakil orqali pensiya olayotganlar albatta hujjatlarini tekshirtirib qo'ysin. Men sizga eng amaliy maslahatni beraman. Bugun hujjatlarni bir joyga yig'ing, bank kartani tekshiring, telefon raqam va manzilni aniqlashtiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Har bir ishni rasmiy, yozma va hujjat bilan qiling. Shunda pensiya kechikishi, ortiqcha yugur va tushunmovchiliklar ancha kamayadi. Sizning hududingizda pensionerlardan hujjat so'rash boshlanganmi? Kimlargadir xabar kelganmi? Pensiya bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizga pensiya, nafaqa, hujjatlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.